Assalamu alaikum, hurmatly жалпы musulmon bir to'g'anlar, qirg'izistonliklar. Bugun 2020-yil 5-mart. Barыңыздарда Qalpoq күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Биз азыр Кара Суу шаарындагы Кашкар кыштак мал базарына келдик. Сиздерге азыр кичине болсо да койлордун баасын билип берип коелу. Сиздер биздин каналга каттала элек болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, катталып kanalımızda koldoп koyuңуздар. Анда эмесе биз баштадык. Ака, мына козлу кой канча болду ушул? Сатып атат экен. Канча деп атасыз? 15 миң дейт козлу койду. Универсал. Мынаны 9 кем бар дедиңиз, а? Канча тиш? Ha. 9000 сом кем var deyip mına koydu. Boz koyu ekan. İçinde qoz su var ekan. Sal keçirak. Boğası 9000 som kemi var deyip. Aka, mına koydu kança da otaz? Soluk mu? Kısır mı, boz mu? 10.000 som deyip boz koyu ekan. Tişi kança ekan? 6 tiş koyu. Bağısı 13.000 som. Universal. Bağısı 13.000 som. Da ulaq teskinin bağısını ayt koyunca. 25.200 Ha. 1200? 1200 som deyt ulaq teskini. Ona voyenniye giyip turan kişinik ekan. 25.000 kam var, Bishkek 2-3. Egiz ulağı menen be? 25.000 som kemi var deyt. Egiz ulağı menen. Kança da otas? Kısır koy bu? Bilmeyim, optu, soğuyan. Kança olup dur? Aka, mına qo'chqorlarni qancha da otasiz? Qo'z qo'chqorlar bu? Mana 2 tish mi? Qancha ekan o'sha 2 tishingiz? 11,5 ming. Mına qizilichi? 11,5 dan mi barilar? 11,5 ming so'mdan deydi barilar. Qo'zi qo'chqorlar ekan, chekasindagi 2 tish. Ya qanchadan bo'ldi shular? Ha? Yo'q, Ibrohimga sotmadi, bilmadi. Sotmadi. O'tmay qolib turdi-a? So'shga ketyapti. Bir tartib qo'ydi turib. Buna qo'chqorning boshini aytib qo'ying. Biz satgandan keyin 5000, 700. Qo'chqorning boshini aytib qo'ying. Bunun boğası 20 şimdi oldu. 225 ming so'm qo'chqorning boshi. Chashi qanchada bu? 4 tiş koşur. 4 tish qo'chqor ekan, boshi 25 ming so'm. Keşke var mı? Universal. Şuradan ikisine böleceksiniz. Ya qo'chqorni qanchada otasizmi, ukam? Ben bir de gapirayli. Qancha aqchasini aytib qo'ysang? Chiqarma aka. 8,5 deyapman. 8,5 ming so'm. Qo'zi qo'chqor, ha? Qo'zi qo'chqor aka, ko'ring. Ko'rsatchi tishin. Mana. Shular qo'zi qo'chqor ekan. Tishayli ekan, ha? Cherak egasi yo'q. Aytingchi aka. Ko'ring. 8 ming so'm dedingmi? Ha, 8 mingga beradi. Qanchaga so'rashdi alarmanlar? Buni aka 7 ming so'rayapti. Bermay qo'ydingmi? Ular qanchadan qizildar? Qizildar aka. Qizildar 7 mingga. Qizil qo'zilar 7 ming so'mdan. Quloqlari bilan kimdan? Bilmayotgan. Bular etlari bor zaten. Kimdan ekan? 7 ming so'mdan ekan bular. Qo'zi qo'chqorlar. O, lalini balasi bor. 7 ming so'mdan. Zontikni jaylabsizmi? Menga berishing kerak ekan, ha? Mayli, rahmat. Aka. Aka nima kanalisi? Universal. Aka chiqarasan aka. Aka. Qishloq mol desa chiqarasan. Chiqmayapman ekan. Ya aka, buna qo'y, ne degan qo'y? Ona odam oldi. Sizniki. Aytib qo'ysangiz. Aşağı odam sotdi. Aqchasini aytib qo'ysangiz.
11.000 so'm bo'lib turibdi mana qo'y. 11.200. Qisirib qo'z bu. Ya o ne degan qo'y o'li? Mana 10 kilo go'sht bor, kim oladi? Shundoq qo'y ekan qo'y, boshqacha. Puttari qisqa. Qani yurchi. Qo'chqorlar qancha bo'ldi aka? Ha? 9 dan bo'ldi, 9 dan? 9.000 so'mdan bo'ldi deydi. 4 qo'chqor. Dört qo'chqor 9.000 so'mdan. Bugun bozorda jamg'ir javodat, bozor yulay. Jamg'ir sevilyapti, kun bir kun. Qarasuv shahridagi Qashqar qishloq mol bozori. Bugungi 5-mart kungi ko'rinishi. Jamg'ir javodat sevilyapti. Ya qara qo'chqorni qancha deb otasizmi ana? 13.000 so'm. Qo'z qo'chqorlar bu? 13.000 so'm qara qo'z qo'chqor. O'rtanqisiz qizili. 3 o'tanglar 13.000 so'mdan qo'z qo'chqorlar. 13.000 so'mdan. Aka nima bu? Universal. Mana yigitlar olib ketdi 3 qo'chqorni. Dostlarıma salam deb qo'y. O'zim ko'rganda aka pastda. Bugun qanday qo'y? Bugun qimmatmi-chi, arzonmi? Qanday bo'ladi? Qo'y bugun aka. Boshqa kunga qaraganda. Arzon ele boshqa kunga qaraganda. Kichkina bugun tushib turdi. Arzon oldi ben. Baqqal model oldi, saqqal model oldi. Buni sotib oldinglarmi-chi, sotasizlarmi? Satamiz aka. 13 dan. Borganingizda darib o'yinlar. Naz qancha deb otasiz? 11. Qo'z qo'chqormi? 11.000 so'm qo'z qo'chqor. Ya qancha ushul qo'chqor? Oldim. Qanchaga oldingiz? 10.100. 10.100 ga olib turib qo'z qo'chqorni. 10.100 so'm. Aka bilan muzdin naqshasini aytib qo'ying. Qancha naqshasi? 17 kam var. 17.000 so'm kami bor, 2 qo'chqor. Qo'z qo'chqorlar. Sizniki qancha? Qancha oldingiz? Qancha tishgan? Ha. 6 tish qo'y ekan, bahsi qancha? 10.000 so'm. Qo'zisi bilan 6 tish qo'y. O bizga borgandan ariq bo'lib 7.000 qo'yib o'tirasizda. 10.000 so'm. Baqchasi. Ha? Edilboy bizga taqdim bo'ldi. O'zi qo'chqorning bahsi qancha ekan aka? 6 yaqin 6. 6.000 so'm. O'zi qo'chqor. So'yish qabul etdi. 6.000 so'm. Qanchadan bermay qo'yding sen? La 3 qozini 15 ga bermay qo'ydingizmi? 3 qo'zi qo'chqordi. 15.000 so'mga bermay qo'ydik deydi. Ha geçeki de 6.5'dan ketgan ya Qo'chqor bu. Qancha deb otasiz aka? Ha. Aka men qancha deb otasiz? Ya ağzın qalbada ekan. To'xtu. O'zi qancha qilasiz? 7.5 ga so'rab otasiz. 7.5 ga bog'layapman hozir. O'zini qo'yib naqshasi qancha? 12 tam. Tish qancha?
12.000 so'm kam var deydi. 4 dish qo'y. Bağısı 12.000. Ozlu qo'ydim bağısı qancha ekan? Lan. Yeni abolar ekan. Qancha? 12.000 deyapsiz, kami bor. Tishi qancha tishi? 6 tish ekan. 6 tish qo'y ekan. Bağısı 12.000 so'm kam var deydi. Qancha bağılışdı? Ha, pulni qo'shyapti. Yo'q, yo'q, naryoqda. 12.000 so'm. Qo'zlar qancha ekan Aqsoqol? Qo'zlarınız? 5.5 ming so'm. Erkek urg'achi ular. Burası erkek, şu olmaz. Buna 3 qo'z urg'ach ekan, onasi erkek. 5.5 ming so'mdan aqchasi. Na qo'zlu qo'y qancha? 11 ming so'm. Tishi qancha tishi? Tishim bilmayim deydi. Bağısı 11 ming so'm. Mına ушундай туғандар. Бүгүнкү базардын баалары. Биздин каналга катталып коюңуздар. Сиздерге азыр башка малдардын дагы бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Bo'pti, ne yursa bunga chiqsin.